xayr bekun, qadrli oyijonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda tug'ruqdan keyingi bel og'riqlaridan qanday qilib xalos bo'lish haqida gaplashamiz. Men Instagram orqali bir profilni ko'rib qoldim va qiziqib, undagi mahsulotdan aynan o'zim va farzandim uchun zakaz qildim. Ushbu mahsulot mana bunday shifobaxsh yostiqchalar hisoblanadi. Yostiqcha barcha bel og'rig'i, bo'g'imlardagi shamollashlar, tuz yig'ilib qolishlari, qorin dam bo'lishi, kuchli og'riqlar, umuman barchasini davolashda samarali vosita sifatida sinab ko'rilgan. Yostiqchani kattalar 4-5 daqiqa mikroto'lqinli pech yordamida qizitib olib, aynan bel qismiga qo'yiladi. Shunda belingizdagi barcha og'riqlardan xalos bo'lasiz. Men ham bu narsani o'zimda sinab ko'rdim. Belimdagi og'riqlarim anchagina yo'qoldi. Bu yostiqchani mana kichkinasidan o'zim farzandlarim uchun ham zakaz qildim. Umumiy og'riqlar, bel og'rig'i, qorin dam bo'lishi, ich ketishi, ich qotib qolishi, quloq og'rig'i, barcha og'riqlarda hech qanaqa dori darmonlarsiz tezda farzandingizni tabiiy mana shunaqa shifobaxsh yostiqchalar bilan davolab olsangiz bo'ladi. Ba'zida yangi chaqalog'i bor oyijonlar shoshib qolishadi, to'g'risi. Bu narsa o'zim ham boshimdan o'tgan, chinqirab yig'lab qolardi, bolalarim nima qilishni bilmasdim. Endi afsuslanyapman, avvalroq zakaz qilib olmaganligim uchun. Shuning uchun sizlar ham tezda pastda qoldirgan profilim orqali zakaz berib mahsulotni olinglar. Hali menga rahmat aytasizlar. Foydalanib ko'rganlaringiz kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Rahmat.